तुमसे प्यारी की बंदजी Dada hoki poyez olay deyapti. Hindistondan kelin qildik, hinchani bilmaymiz. Baxtli bo'ling, keling, ko'p yashang. Bolito, ambalito ye. O keling beri ko'chaga yurmang, Hamzalar nima deydi? Aytunga. Xo'ja, sharmanda hey. O'g'lim doktor chaqirib keldi, yurmasiz qochib qoldi. Ah, boboji, shifo. Nima deyapti? Ona Hindistonga meditsina rivojlangan-ku, bu davolayman deyapti. Yo'q, Keling, nima qildik? Nima qildik mana? Meditsina rivojlanmagan rayondan ekanda keliniz. Xotining yet oyog'iga tapchika kiysin, shamollaydi. He, ona bilan o'rganib ketgan. Bo'lmasa aydanov oyoqdagi qo'ng'iroqni olib qo'ysin, ting'ir jing'ir qilib davlana ko'tardik bu. Boboji, jingir, zanati. O'shada ting'ir kelin, paga ting'ir shart ting'ir. Ha, Aka yangamga ayting, sarilarni berib tursinlar maktabimizga baliq qizlar bo'layotganida. ha keyinroq yoz dilnoz olib ketgan hamchamiz 8-marta erkin mavzumadir kerak ekan unga. O'g'lim, xotiningga bir issiq kiyim olib bergin, sovuq qotib yuribdi. Pakli pinto polo. Uydagilar kelibdi ekan mehmonga bizanki ona. Ha? Migir piyano tahiye, nabay. Probka qolib ketibdi yo'lga o'sha aytibdi. Xudolar kelinglar, ichkari kiringlar uyga. Dale tum parata. Kelin, sizga issiq narsa o'zim olib bermasam, hech kim olib bermaydi. Shuba! Imperiya shuba do'konining birinchi qavatida hamma shubalar $397. Asl mix, original. Ikkinchi, uchinchi qavatdagi hamma shubalarga 50% chegirma qilib yuborishdi. Tomsi oyjon, yarashdimi? Rahmat oyjon. Qaynatangiz nima qilyapti ekan, ha? Limbir gumbirke. Dada ovqat olib keldi bizga. Oo! Shunday shirin bo'libdi. Qanaqa qilgan buni? Karta he. Chuli kare. Kumbir. Darito. Get on the dance floor. Men boshimni yuvib chiqay bitta. Ada shampun qolmagan uyda. Shampun nima kerak menga? Bugungi temamiz kal akalar. Boshladik. Bugun ishlarim yaxshi bo'ldi. Men senga ko'ylak olasan. Rahmat adasi. Kal akalar va kal bilan zo'r kelishadi. Doim birga yurishadi. Eringiz kal bo'lsa, ob-havoni oldindan biladi. Yomg'ir yog'ibdimi? Yo'q, Boshim suv bo'ldi mana, yog'ibdi, tez yur. Ba'zida kal akalarimiz lokatsiya vazifasini ham bajarishadi. Alo, Dugonjon, men sen aytgan joyga keldim. Qayerga o'tiribsan deysanmi? Bitta kalakani oldiga o'tirma. Ana yoqqa borib o'tiraman, topolmaydi. Kal akalarimiz hayotida shunaqa qiziq voqealar bo'lib turadi. Adasi, darvozaga qarang, kimdir taqillatdi. Hozir qaraymiz-da. Ha, Soch patolamiz deb yurgandek. Mayli, kerak yo'q. Rahmat. Kal akalarimiz ishlari juda tez bitadi. Ukajon bilan men seni ochrating, hozir turaman. Atir sepkim bitta. Ana böyle o'tir ke. Kal akalar shunaqa o'ziga o'xshaganlarni ko'rishni yaxshi ko'radi. Muzika eshitaylik. Ana. Kal akalar o'tmishlarni unchalik ham xushlashmaydi. Adasi, qarang, to'yimizda sochingiz ko'p bo'lgan ekan-a? Bor ovqatingni qilsan nima ishing bor ey? Xo'p. Bu paytlar meni jimmy paytlarim bo'lgan. Bunday qilib yuraydim-da. Ramazon oyi munosabati bilan ishonch do'konlarida 3 million so'm yoki undan ortiq summada xarid amalga oshirsangiz, 50 ta umra ziyoratiga yo'llanmalardan biri yoki 500 dan ortiq qimmatbaho sovg'alardan birini yutib olishingiz mumkin. Qancha ko'p xarid qilsak, shuncha ko'p imkoniyat qo'shadi. 3 million so'mga bitta aksiya bileti, 6 million so'mga ikkita aksiya bileti. Kal akalarning kallasi shunaqa zo'r ishlaydi. Kal akalarimiz gudokdagi musikalari ham o'zlariga mos bo'ladi. Bosh atrofda soch bo'lur, o'rta yalang'och. Kim ekan bu? Alo. Ha, bir haftalik dam olish bo'ldi boraman. Qayerga ketyapsiz? Kaliforniyaga. Do'stlar tinglang suhbatim, kallar mani ulfatim. Do'stlar tinglang suhbatim, kallar mani ulfatim. Shunaqa qistoq o'ylanishga ishlasin ham, ro'zg'orni ham eplasin. Ona bor shunaqasidan mana o'qituvchi. O'qituvchi? Kelin, abikka achchiqqina mastava qiling ichamiz. Oyijon, bola bugun rosa boshimni achib tashladi. Nazorat ish tekshirdim, uyga velosiped tekshirdim. Har ertangi darslarga tayyorgarlik ko'rishim kerak. Biron nima dastavka qilib qo'yavering. Dastavka? Bo'lmaydi, to'g'ri kelmaydi. Mayli ona, mana. Ana, yurist. Kelin, abikka achchiqqina mastava qiling ichaylik. Oyijon, ertalabdan beri ko'cha supurdim, hovli supurdim, changlarni artdim. Mehnat kodeksida ham bir kunda qancha ishlash belgilangan-ku. Umuman to'g'ri kelmaydi. Yo'q. Ona, ana bu mana. Doktor. Kelin, birorta ovqat qilasizmi, yeymizmi? Achchiqqina mastava qilib qo'yganmi oyijon? Ana bo'larkan-ku. Ana shu qizni kelin qilamiz, ana shu qizni ko'ndir. Voy, mazam bo'lmayapti-ku meni. Voy oyijon, hozir o'zim sizni davolab qo'yaman. Mana xotinim qani?
Voy oyijon, yaxshi bo'lib qoldingizmi? Otday bo'ldim, qo'lingiz yengil ekan. Rahmat. Yurganimda tizzalarim g'ichir qiladi. Nimadan bu? Voy hozir davolab qo'yaman. Oyijon chopqillab ketasiz, xavotirim. Ha, o'zimni kelinimda bu. Menga ham qara keyin, men eringman-ku. Kelin, nima bo'ldi? Ovozim chiqmay qoldi mani. Voy oyijon, sovuq suv ichdingizmi? Hozir ko'rib qo'yaman. Mana ham ko'rib qo'ysa ovozim chiqmayapti. Jimutar, menga qarasin. Ona, Tomog'imni zo'r davoladingiz. Kelin, qayerdan bilasiz buncha narsani? Nekuskulda o'qiganman-da oyijon, bilaman-da. ana bu tikuvchi ekan, shunga uylanaymi yo? Nima qilasan o'ylanib? Mani xotining bor-ku. Xotinim bo'lsa, mening xotinimni siz meni xotinimni o'ziga shaxsiy doktor qilib olgansiz. Bunaqa bo'lmaydi, nima? Hali shunaqa gaplaring ham bormisan? Ol xotiningni boring, kelin, boring. Oldinga tush. Kelin, mana bu yelkam ozgina g'ichirlaganda ham bir ko'rib qo'yasizmi? Hozir oyijon. Ona? Menga 50 ming berib turib, pul tugab qol, zapravka to'layveray. Nima? Mani pulimga ko'z olaytirmang. Bilasizmi, bu pulni qanaqa kecha kunduz demay ishlab topganim, bu meni pulim. Qaytarib beraman, 50 ming ber menga hozir. Nimaga? Meni pulim. Osh bo'lsin. Zarda qilmay. O'rto, 50 ming marta aytdim senga, gapga bora olmayman, pulim yo'q meni. Puling bo'lmasa uyga o'tir, tamom. Erini xotin boqmasin. Tur ovqatni. Shahboz aka, eshitdingizmi? Yaponiyada 50 mingta odam zilzilani tagida qolib ketibdi. Eshitmadim. Oldinlari 50 mingga odamlar bitta mashina olgan. Hozir bo'lsa 50 mingga bitta zapravka qilinadi. Zamonni qarang. Bo'pti, ishga ketdim, yaxshi o'tirgin. To'xting. Bugun to'yimizga 1 yil bo'pti. 50 yilni ham nishonlash nasib qilsin, a? Ol, qaytib so'ramayman sendan pul, ol, ushla, Men yangi 50 ming tali bergandim. Yo'q, qali. Xotinjon chiq, senga tuflab keldim. Voy, buncha zo'r. Originali ekan, Louis Vuittonmi? Loro Pianino kiyib yur. Yo'q, mehmonga borganda ekanman. Kelaver, yur. Ko'zingni och. Surpriz. Yangi rakvina-ku. Bu sensorlik, bu bunday qilsang suv tushadi. Ana, Marmardan ekan-a? Men dusham olib kelib, buni o'rnatib qo'yay. Men ko'raman, seni yo'ling yopiq, qarog'lik bor, tugum bor bera. Uni bilamiz, uni yechimi nima uni? Menga ikkalang $1000 ber, men bu tugunni ichtaylay. $1000 pulimiz bo'lsa o'zimiz yechamiz, muammoni uyga kir. Men gruppaga tashladim-ku, bu uyga kirmanglar, krediti bor deb. Bildim. Bildim. Baloni bildim. Adasi go'sht olib keling, osh qilmoqchi edim. Osh, bo'lib hozir olib kelaman. Ana olib kelim, ser go'sht qilib bitta oshqi. Lahim joylardan olibsiz-a? Qassob jo'ramdaman tonish. Voy, yaxshilab qarab olmaysizmi? Suya qo'shib beribdi-ku. Hay, sho'rva qilasan, olib qo'yina, iliga bor ekan-ku. Bugun o'g'limiz tug'ilgan kuni tort zakaz berganmisan? Xavotir olmang. Happy birthday to you. O'g'lim turib pufla. Sharlaring olib qo'yin, tort yeymiz. Dada kirma ko'p ekan-a? Sen uchun-da o'g'lim. Adasi, sovuq tushib qoldi. Menga bitta qishki palto olib bera olasizmi? Voy, buncha zo'r bu. Qalay yarashibdimi? Zo'r yarashdi, gap yo'q. Endi bu yerga mana bu yozgi ko'ylagini qilib qo'yaman. Boja xabaringiz bor, keyingi hafta o'g'ilchan sunnat to'yi o'tarsiz-a? Normal kiyinib boring, qopcha bilan bormang, odam uyaltirib. Xo'p. Adasi, turing, uyimizga o'g'il tushibdi. O'g'il tushibdi, yo'q-e? Uyimizga o'g'ri tushibdi. Ha, o'g'ri aka, keling. Insofingiz bormi? Qanaqa odamsiz? 4 soatda bir 100 tiklayman. O'g'ri degan narsa yo'q. Ana rakmina o'g'irlang, rakmina. Bakilashga-ku. Marmar-ku bu, zo'r-ku. Sensorlik. Ha boja. Boja ko'rmang deganimda, u kuni to'qinlik-ku. Pul yetmadi, kredit oldik. Yurak tashab qo'yaman. Xotin qara, ventilator olib kelib, meni terlamaymiz. Nech pulga oldik? 700 mingga. Qostavarda 400 mingga turibdi-ku. Bu originali Frigidishteyn bu. Kidirib olishibdi. Shuni 80 mingga oldingizmi? Ha, qalay, zo'rmi? Mahallam boshida 30 mingga turibdi. Soddasiz, sodda. Bu Tesla'niki, bu Elon Musk qilganmi? Shuni 1 millionga oldingizmi? Ha, zo'rmi? Bozorda 300 mingga turibdi-ku. Bu qanday? Tortishganingizda 200 mingga ham berardi.
Optikni 200 mingga oldingizmi? Ha, dugonang 100 mingga sotadimi, yo'ymaga Yo 60 mingga sotardi. Bu dirrandali. Muzdivan bozordan 30 mingga ham olsangiz bo'lardi. Xotin, bu yoqqa chaqalaylik gapir. Mana pul sotib keldim, 1 million dedi. Tortishib 600 mingga olib keldim. Ha, yanga bu 300 mingga turibdi-ku. Muncha soddasi, sanda shustriroq bo'ling. Mana alladimi o'g'li? Men hozir ko'rsatib qo'yaman o'g'li. Sanlar hali meni aldaydigan bo'ldilaringmi? Nishonatini qo'rqib qo'yma. Andishonatni qo'rqib qo'ymalaring. Dabdalang chiqadi. Dabdalang chiqasan mana mangni. Qimmat tovaringni olib Bir ket. tinga qimmat tovaringni olib ket. Bitta podzelka chang bosib ketgan. Sta, podirka chang bosib yotibdi. Bugundan qolmasin, ko'zimga ko'rinmasin. Bugundan qolmasa ko'zimga ko'rinmasin. Bopiladingiz. Kim bilan gaplashdingiz o'zi? Onang bilan gaplashdim. Olib ketsin sen to'y qilib, pul qilib olib kelgan bo'lsa, sen aqlli qilasan menga. Er mulay. Ano mani Nargiz dugonam tug'ilgan kuniga katta qizil ko'ylak tiktiribdi. Jim chalg'ima, simichkadan cho'qma, gazakdan cho'q mana. Lobarda eri Dubaydan telefon olib kelibdi, iPhone. Jim, to'xta. Ana gazakdan ol ana. Kamolani eri Tailand ikkita putyovka sovg'a qildi. Chalg'ima, ma, to'xta, ma. Cho'qqan bittimni ol. Bu gazak zo'r simichkadir. Buni 1% saraton bilan kasallangan bolalarga ajratiladi. Erim shunaqa yaxshi, menga simichkalarni ham o'zi chaqib beradi, voy mehribonim ey. Bunga simichka berib og'zini band qilmasam, men dugonam unay oldi, men dugonam bunay oldi, quloqmaydan yeydi ovozi. Sultonim, dadam sizlarga yordam bo'lsin deb ozgina pul berib yubordilar ro'zg'orga. Nima deganing bu? Menga qanaqa tegishni bilasanmi sen? Sizlar meni g'ururimdan o'ynashyapsizlarmi? Tez pulni olgin dadangga qaytarib ber, qaytmaga pul ko'tarib kelma unaqa. Men o'zim seni bilan ta'minlayman. Xo'p, bergan $500 qaytib olib borib beraman. To'xta. Qancha? $500. Kim berdi? Dadam? Dadamiz dedi, dadajonimiz dedi. Buni odam ayropsan sen. U qaytarib olib bersang to'g'ri bo'ladi-da, okey, o'tirgin bu qiz. Gazak cho'qasam gazak. Ha, chaqaman semichka. Dada deydi dada. Dada tog'dan tushmas qor bo'ling dada deydi.